Erkaklarga qanaqa ayol va qizlar yoqadi? Hozirgi kunda ayol va qizlar hamma bir-biriga o'xshamoqchi bo'ladi. Ya'niki do'rdaygan lablar, dag'alar, ugli juli qildirib, yuzlarini to'rtburchak qildirib, uzun kipriklar. Afsuski hozir bular modada emas, ko'p erkaklarga bu narsa yoqmaydi. Nima uchun yoqmaydi? Chunki erkaklar hammasi tabiiylikni yaxshi ko'radi. Tabiiy qilib o'zlaringni o'zgartirsalaring bo'ladi, faqat kerakli master, kerakli doktorning oldiga borsa bo'ladi. Yuzingizda muammo bo'lsa, doim biorevitalizatsiya oling. Ajinningiz chuqurlashgan bo'lsa, botoks oling. Labingizda asimetriya bo'lsa, keling filler yordamida to'g'rilasa bo'ladi. Qovog'ingiz tushgan bo'lsa, kerakli o'zini ishini ustasi, ya'niki doktorga borib, qovoqlaringizni oldiring. Ko'p erkaklarga ko'pincha ayoli kosmetologiyaga borsa, уже qo'rquv fobiyasi desa bo'ladi. Ayolim kosmetologga borsa, labi do'rdayib keladi, beti ishib ketadi yoki ko'kilni effekt bo'ladi degan xayol o'tadi. Yo'q. Agar kerakli muolajani kerakli vaqtda ishlansa, kerakli miqdorda ishlansa, hech qachon sun'iy bo'lmaydi. Hurmatli ayol va qizlar, siz tabiiy ko'rinishda o'zgarishni xohlaysizmi? Unda bizga yozilib kelinglar. Men doktor Nargiza, manslarda tabiiy ko'rinishda go'zallik yaratib beraman.